Andijonda katta bo'lganman. Kamolot ko'cha degan joy, Andijon shahar. Oddiy maktabga borganman, rus maktab, ikkinchi maktab bo'lgan oldim. Undan keyin 31-maktabga o'tganman. Lekin ITga qiziqish 16 yoshimda boshlangan. Birinchi veb-saytlarga qiziqishda boshlaganman. Qanday yaratsam bo'ladi deb. Endi oldin lekin u paytda kodni o'ylamaganman, to'g'risi. Men вообще kod bilan emas, qanaqadir Google'ga kirib turib yaratsa bo'ladi, приложение orqali deb o'ylaganman. Keyin qarasam, shuni uydagilarga aytganman. Qanday o'rgansam bo'ladi ITni deb so'raganimda, tanish bilan topganmiz. Lekin uni ham topganda yaxshi o'rgata olmagan. HTMLda boshlagan. Unda ham HTMLda nima yozayotganimni tushunmaganman. Tushunmaganimdan keyin iloji yo'q. Praktika qilardim, mana shu bilgan narsalarimni iloji boricha. Undan keyin o'qituvchi topa olmay qolganman. Keyin Digital City'ga borganman, raqamli shahar. Oradan vaqt o'tgandan keyin unda ham ITni tushunmagan bo'lganman aslida, lekin u yerda tushunib borish kerak bo'lgan. Backendga o'qishda boshlaganman. U payt endi PHP dasturlash tili bo'lgan, shuni mashhur bo'lgan vaqtlar edi. O'shanda shuni o'rganishda boshlaganman. 6 oycha o'qiganman, lekin buni ham yarmi tushunmasdan bitirganman. Keyin bo'pti mayli deb tashlab yuborganman-da, o'zim izlanishda boshlaganman internetdan qanaqa kurslar topsam bo'ladi, qanday o'rgansam bo'ladi. Bu veb-sayt emas, balki hamma iloji boricha. Shunaqa qilib keyin C ga to'xtaganman. C ga qiziqishim qanday bo'lgan? Boshqa dasturlash tillariga qaraganda u juda kamyob bo'lgan, keyin juda kuchli bo'lgan, ya'ni qiyin bo'lgan, shuni opasnosligi, ya'ni xavfliligi meni e'tiborimni tortganligi uchun men shu ustida ishlaganman. Uni atrofimdagi o'qituvchilar ham tushunish iloji o'zim ustimda nashr orqali ishlaganman. Ishlaganimdan keyin mana shu C yozayotganimga уже 3 yil bo'lyapti. 3 yil yozayotgan bo'lsam, har xil proyektlar qildim, orada o'yinlar qilib ko'rdim. Ukamga ham buni yasab berdim, orada kompyuterda o'ynab o'tiradi hozirgacha. Atak o'zim ishlarim mana shu C da ko'proq qiyin IT eng kam nuqtalarni qidirib o'rganishga o'rganganman. Uni nomini Abizlang deganim, ya'ni buni tarjimasi tubsizlik tili deb ataladi. O'zbek tiliga tarjima qilsak, nimaga tubsizlik deydigan bo'lsak, dasturlash tilining qismlari bo'ladi. Mana shu mid level deb qo'yadi, high level deydi. Misol uchun yuqori urovendagi. Mana shu yuqori urovendagilar Pythonlar hisoblanadi. Hozirgi zamonaviy tillar C++, low level deb qo'yadi. Ya'ni pastga, tubsizlikka yaqin, hardverga yaqin, protsessorga. Meniki ham xuddi shu protsessorga yaqin, mana shunaqa bo'lgani uchun, opasniy layerda bo'ladi, qismda bo'lgani uchun tubsizlik deb nomlaganman. O'ziga mos qilib. Men o'zim dasturlashlarni qanday olganman? Shu C ga qiziqqanim, imенно shu hamma joyda bo'lgani. Men olayotgan kamera ham C da yozilgan drayveri, qo'lingizdagi telefon ham, kompyuterlar ham hammasi operatsion sistemadan tagigacha C da qilingan. Samolyotlar ham, vertolyotlar ham hammasi C da. Buni men tushunib yetganimdan keyin C da уже просто dasturlash tili emas, balkim bu kuch instrumenti sifatida foydalanishni boshlaganman. Ya'ni qiziqish shunchaki, zo'r dasturlash tili deb emas, ya'ni seriozniy qarashda boshlaganman bunga. Lekin bir tomondan qarasam, ular ko'p odam C dan qochyapti. Nimaga? Sababi uni opasniligidan. Bitta xato katta sistemani buzishi mumkin. Yoki misol uchun даже vertolyotlarda NASA yozgan birinchi raketalar ham hammasi C da yozilgan. Shuni opasniligidan ko'p odamlar qochadi. Misol uchun productionga ham shuni qo'yishmaydi. Real proyektlarga kamdan kam yozadi. Faqat seriozniy injenerlarni olib yozdiradi kodni. Odamlar hozir shundan qochayotgani uchun men qaradimda, C da osonlashtirsam bo'ladimi dedim. Lekin o'zini elegantniy stilini yo'qotmasdan C da o'zini qanday qilib kuchaytirsam bo'ladi dedimda. Keyin o'zim nimani qo'shdim. Qarasam odamlar Pythonda ishlatyapti. Sababi oson, keyin уже yosh bola ham o'rgana oladi uni. Shuning uchun men Pythonda bu yerdan oldimda yamini, bu yerdan C nikini oldim. Ikkalasini shunday birga qo'shganimda, ya'ni bir vaqtning o'zida oson va bir vaqtning o'zida elegantniy C ga o'xshagan dasturlash tili paydo bo'ldi. Bu qiyin tomoni yo'q. Bu yerda misol uchun C da misol uchun sizda ochkingiz bo'lmasdan ko'r bo'lib, lekin tez bo'lgan bo'lsangiz, Pythonda ko'rib turib sekin yurgan bo'lsangiz, bu men dasturlash tilimda ham tez, ham qulay, ya'ni oson, plus shu xotirani siz real времяda ko'ra olasiz. Bu xuddi ochki taqib turib, misol uchun odamning suvagigacha ko'ra oladigandek narsa. Organ, ya'ni polni ko'ra olasiz. Hech narsa sizdan bekitilmaydi. Shunaqa afzaliy tomoni bor. Endi buni qanaqa plusi bor deydigan bo'lsangiz, kriptografiyalarga ishlatiladi. Matematik modellar uchun, misol uchun mana o'z kosmos ochilyapti, spacecraftga ishlatilishi mumkin. Yoki mana kiber xavfsizlikni rivojlantiryapmiz, shunga dasturlar yozilishi mumkin. Eng kerakli joylarga o'sha xotira mustahkam bo'ladigan, tez ishlaydigan dastur kerak bo'lsa, Abizlangdan foydalansa bo'ladi. Eng qiyini shu arxitektura, ya'ni plan bo'lgan. Misol uchun birinchi boshlaganimda men o'ylaganman, uni qanday qilib axlatga aylantirib bo'lmaslik bo'lgan. Misol uchun orada keyin tashlab ketmaymanmi mehnatni deb turib, shuning uchun fundamentni qattiqroq qurishga harakat qilganman. Shu misol uchun qanchalik katta uy qurishni xohlasangiz, shunchalik fundament qattiq bo'lishi kerak-ku. Shuning uchun shuni o'ylab turib,
arxitekturasini, planini tuzganman. Ana shu eng qiyini bo'lgan. Kod yozish ham osonroq bo'lgan undan ko'ra. Imенно ana shu arxitektura, polni haligi hamma tomonda o'ylashda boshlaysiz-da. Masalan, oldin hamma bunday qaraganda Pythonda print degan bo'lsa yoki if bilan yozib logikasini yozib bergan bo'lsa, men protsessorda qanday fikrlashni ham tushunishim kerak bo'lgan. Sababi men dasturlash tilini yaratyapman-ku. Odamlarga oson bo'lish uchun ularga men ko'prik yasab beryapman-da. Ularda men ko'prikni osonlashtirishim uchun ko'prikni qanday qulamasligini, qanaqa sharoitlarda bo'lishini, qanaqa g'isht bilan nechta g'isht qo'yishdi, keyin qanday qo'ysa buzilib ketmasligi, hamma yo'q yozilgan bo'lishi kerak-da. Shunisi eng qiyini bo'lgan. Rashodlarda ko'p adashganman orada. Boshida даже 3000 ta qatordan keyin уже yoqmay ham ketgan, lekin mana shu Pythonda yomon ko'rganim uchun yaratib o'rganman shunaqa narsani. O'zi boshida meni qanaqadir katta planim ham bo'lmagan, haligi mana shu global urovengga chiqaman degan narsa bo'lmagan. Shu именно Pythonda yomon ko'rganman. Shundan yaxshiroq qilay odamlarga, disiplina yo'qolib qolmasin. Ham bu ham bo'lsin, ham bu ham bo'lsin deb turib, shunaqa qilib yaratganman Ebizlang. Bu главный muammoni hal qiladigan shu xotirani sinishidan oldini oladi. Misol uchun mana hozirgi analogiyam keltirayotgan 10 ta konteyner bor. Siz har bittasini 100 tagacha eslab qolishingiz mumkin, lekin 100 tadan keyingini siz eslab qololmaysiz, sababi odam unga уже qo'li kelmaydi, уже chegaralangan odamda ham baribir. Shu C orqali shunaqa xatoliklar ko'p bo'lgan. C'da yozishayotganda odamlar именно shu xotirani sinish orqali corrupted deb berilgan ko'p xatolar duch kelgan. Hakkerlar shu orqali foydalanib buzishgan, milliardlab pullar shu orqali ham yo'qolgan. Endi meniki именно shu muammoni hal qiladi. Qaysidir ma'nodaki u xotirani sizga real vremyada ko'rsatib berib turadi. Misol uchun sizga orada 100 ta konteyner borda, muanda nima bor edi demaysizda, Ebiz vachini shunday yoqasiz, o'sha Ebizlangda. Bu yerda Ebiz Eye degan funksiyasi bor, ya'ni tubsizlik ko'zi. Uni yoqib qo'yganingizdan keyin shu 10 ta konteyner bo'lsa, 10 tasini ko'rsatib beradi. Qayerda turibdi, qanaqa xotirada turibdi, nima qildingiz u bilan, qayerga ulanib turibdi. Umuman esingizdan chiqib qolmaydi yoki bekitilmaydi sizdan. U sizga ko'rinadigan bo'ladi. U orqali nimalar qilsangiz bo'ladi? U orqali qo'rqmasdan bemalol odam xuddi C'da yozgandaqa, lekin безопасность bilan yozsa bo'ladi. И при этом elegantность yo'qolmagan, xaos yo'q. Faqat disiplina, tekizlik, но при этом dangasalik yo'q. MIT universitetiga to'g'risi randomda tushib qolganman. Birinchi tatuga kirmoqchi bo'lganman. Endi grantga kirishim mumkin edi. Lekin qarasam uncha yaxshi o'rgatmaydi ekan. Bu yerdagi chet eldan misol uchun kompaniyalar kam kelar ekan, boshqa. Endi bu paytda misol uchun o'ylamaganman-da, что Ebizdan yarataman deb. Keyin mana shu MIT tanlaganman, endi xalqaro bo'lgani uchun. Keyin bu yerda sponsor kompaniyalar ko'p bo'lgan. Shuning uchun men tanlaganman universitet shu joyda. Bu yerdagi mutaxassislarning roli shans bergan edi. Ya'ni klassda o'tirganman, o'zimni ishimni qilishimga sharoit yaratib berishgan. O'zlari chuqur chiqmasa ham, lekin menga shu sharoit qilib bergan, ozgina fikrlarini bo'lishgan, mononi qil, bu yoqqa cheka yo'q demagan, shu tomonlarni hurmat qilaman. Networking bo'yicha juda katta yordam bo'ldi. Ya'ni aloqalarda o'tirish bo'yicha kompaniya tomonidan sponsorship kruгозорda oshirishga yordam berdi. O'zgarishlar juda katta bo'ladi. Birinchidan, sistemalarimiz tezroq ishlashni boshlaydi. Tezroq ishlagandan keyin ham xavfsizroq ishlashni boshlaydi. C yoki C++ ga qaraganda yoki Java ga qaraganda meniki tezroq ishlaydi, sababi meniki native deyiladi, ya'ni Ebizlangda yozilgan kod безопасный C ga aylanadi. Безопасный C keyin mashinli kodga aylanadi. Shuning uchun orada kattaligi, og'irlik tushmaganligi uchun sistemaga tez обработка bo'ladi. Misol uchun men 2,5 millionga san'attirgizdim, 2,5 milliongacha san'at обработка qildirgizdim. Xotirani manipulyatsiya qilish bo'yicha meniki 0,43 millisekundda ishladi. Python 7 sekundga tortib ketdi. Buni уже farqlasangiz bo'ladi. Ba'zingizga misol uchun bir kunda yoki bir oyda 2,5 million odam kiradigan bo'lsa, Pythonda yozilgan sayt qatiydi. Lekin Ebizlangda uni yozadigan bo'lsangiz, framework yozib, u juda ko'p tez ishlaydi. Безопасно ishlaydi. Hozircha bitta ikkita joyda ko'rganman. Shu bound checking deyiladi. Bu mana dasturlashning o'zining muammosi emas u. U tagidagi logikasi bor. U haligi dasturlashlarga effekti yo'q. Lekin kuchaytiriladigan joylari har doim bor. U juda ko'p. Texnik tushish kerak lekin uning uchun. Odam kerak. Misol uchun men endi 6000 qator kodni o'qish endi bilasiz qanaqa. Uni eslab qolib, mana qiluvdim deb bu sachlarim oqarib ketdi unga. Shuning uchun iloji bo'lsa C dasturchilar topishim kerak. Lekin O'zbekistonda juda kam ekan ular. Men даже qidirib bo'lsa ham nima qila olmadim. Shuning uchun agar rosa iloji bo'lsa, bitta trening ochmoqchiman orada. U yerda bolalar bo'ladi, xohlaganlar agar глубокий o'rganmoqchiman, shu C'da qiziqyapman, kiberxavfsizlikka qiziqadimi, AI chi bo'ladimi, IT chi bo'ladimi,
farqi yo'q. C deb bilgan odam hamma yoqqa optimizatsiya qila oladi. Trening bo'lganda balkim komanda yig'ib shu dasturlashtirishni rivojlantirsak, O'zbekistonga juda katta foydasi tekkan bo'lardi. Strategik tomonlama olib qarasak ham. Sababi O'zbekiston hozir davram o'zi geopolitik rejimda turibmiz-da, tension bo'lyapti orada-chi. Agar biz o'zimizni kuchaytira olsak, texnologiya bo'yicha tashqaridan biz zaruratimiz bo'lmaydi. Yo'q, unaqa qilib bo'lmaydi. Sababi bu, misol uchun, nimaga desangiz, bu faqat sintaksisni bilish bo'yicha emas-da u. Uni ichida C'da shunaqa nozik tomonlari bor. Uni agar ko'p marta yozmagan bo'lsangiz, uni tushunmay qolasiz. Ikkinchi, misol uchun, bitta print degan funksiyasida ham 5-6 ta minusi bo'lishi mumkin, 5-6 ta plusi bo'lishi mumkin. Uni fikrlab yozishi mumkin imitatsiya qilib. Lekin sizga 100% garantiya bo'ladi, что безопасно bo'ladi deb ayta olmaydi. Shuning uchun men C ga tushganman. Sababi uni AI misol uchun bosib ololmaydi. Umuman искусственный интеллект, ChatGPT boshqa ularni baribir intuitsiya rolida o'ynaydi bu yerda. Ancha qiyinda u. Bo'lmasa agar siz aytgandek narsa bo'lganda, hozirgi Linux bor, operatsion sistemalar, Windows, ular tagini ham AI yozgan bo'lardi. Lekin odam yozadi haligacha. Buni AI qo'ldan kelmaydi u. Qanchalik manfaatli bo'ladi? Birinchi o'rinda networking har doimgidek, setivoy. Ikkinchi o'rinda sponsorship kompaniyalari. Keyin bu yerga kelgandan keyin bola faqat shu yerga bo'lib qolmaslik kerak. Mana shu yerda hamma o'z mashinasi bo'yicha ketishim kerak demaslik kerak edi. O'zi ham so'rab o'rganish kerak. Sababi baribir so'rab o'rganmasa, o'qituvchi unga oldiga kelib tushuntirmaydi. Shuning uchun bola o'zi birinchi yo'nalishini tanlab olish kerak. Tanlab olgandan keyin so'rab, harakat qilib erishsa bo'ladi. Misol uchun, mana shu o'rgatgan narsani o'rganaman demasdan, o'qituvchidan alohida vaqt nima qilib so'rab, iloji bo'lsa, alohida klasslarni olib o'rgansa bo'ladi. Shunaqa qilib intilishni nima qilib ko'rish kerak. Omadsiz chiqalari bo'lgan, yomonlari bo'lgan. Bir marta kompyuterimni qatirib qo'ygan u. Qaysi ma'nodaki, men xotiramni noto'g'ri manipulyatsiya qilib qo'yganman. Xotiramni noto'g'ri manipulyatsiya qilib qo'yganim orasida kompyuterimni stek to'lib qolgan, 8 megabaytli bo'lardi u. Stek to'lib qolgandan keyin u operatsion sistema qatib qolgan. Men перезагрузка qilishimga to'g'ri kelgan, hali qaytarib kirishimga, yana to'lashimga to'g'ri kelgan. Buni bir nechta bo'lgan. Bir kunda misol uchun 2-3 marta bo'lgan bu narsa. Sababi mana shu C-da tasavvur qilsangiz 5000 qator kod. 5000 qator kodda обязательно xato bo'ladi. Bitta bo'lsa ham bo'ladi. Iloji yo'q-da, odamlar baribir. Lekin uni keyin to'llaganman. Hozircha xato yo'q. Ishlayapti. Stabilniy. Zo'r ham deb bo'lmaydi, lekin stabilniy ishlayapti. Productionga tayyor. Hozir tayyor, shunchaki community yig'ish kerak. Ya'ni odamlar bilish kerak, что bu narsa bor. U bilan eksperiment qilish kerak, bunga yordam beraman даже kelishsa. Shunchaki xohish bo'lishi kerak xolos. Kirib, tekshirib, bir qator kodini o'qib chiqish shart emas, C'ni bilish shart emas. Shunchaki shu tilda o'rgansam bo'ladimi, qiziqish bo'lsa, ozgina bo'lsa ham ichida o'rgansa bo'ladi. O'rgansa fundament tushunishni boshlaydi, ya'ni xotirani ko'rishni boshlaydi. Ebbizai, ya'ni tubsizlik ko'zi yordam beradi ularga. Dasturlashtirishning o'zi ichida bo'ladi bu narsa. Ularni o'qib, yozishni boshlagandan keyin o'zi tushunishni boshlaydi. Nimaga xotira kerak? Xotirani nimaga uni misol uchun qaytarib berish kerak? Misol uchun hayotdan ham baribir biror narsani olganingizdan keyin qaytarib berasiz, u iloji yo'q. Dasturlashda ham xuddi shunaqa. Bu narsa misol uchun olgan narsani qaytarib ber degan narsa o'rgatar odamga, disiplina bo'ladi. Biz O'zbekistonda birinchi bo'lib C'ni qatirishimiz kerak deb o'ylayman. Sababi C'ni qatirganimizdan keyin biz o'zimizning Wi-Fi routerlarga driver yozishni boshlaymiz. Wi-Fi'mizni birov zoom qila olmaydi. Serverlarni o'zimiz razraботка qilishni boshlaymiz. Linux misol uchun o'rnatamiz u serverlarga. O'zimiz securityni kuchaytirishimiz mumkin shu orqali. Mana Uzkosmos bo'lyapti. Uzkosmosga обязательно C bo'lish kerak. U Python bilan yozib keta olmaysiz raketani. Taklifim fundamentni birinchi qatirishimiz kerak. Agar fundament qatimasa, u bu yer qulab ketadi, nima bo'lishidan qat'iy nazar.